Sehiy bo'lish. Sehiylar makani. U kuni cho'lponlar sinfi bayram tantanasiga cho'mdi. Maktabdan o'rinlashtirilgan iyani to'plash faoliyatida bu sinf eng ko'p iyani yiqqan edi. Maktab bo'yicha o'tkazilgan marosimda sinfning eshigiga Sehiylar sinfi deb yozilgan yo'g'on plakat esilgan edi. Sinfdagi saboqdoshlar buningdan faxrlandi. Amaliyotda ularni hammadan xushal qilgani yiqqan iyonilari bilan kishilarning ehtiyojlarini qamdaganligi edi. Marosimdan keyin o'quvchilarning hammasi sinflarga tarqashdi. Cho'lponlar sinfidagi o'quvchilarmi sinf mas'uli bilan birga sinfga kirdi. Sinf mas'uli o'quvchilarni o'ltirishga buyurdi. Sizlar mening sehiy cho'lponlarim. Balalar ishga esilgan ham o'qituvchisi tilga ilayotgan sehiy so'zining nima ma'nosi borligini toza bilmagan edi. Bahram qiziqib so'radi. Muallim, sehiy degan eng ko'p yoni yo'qon odam degan gapmi? Sehiylik go'zal axloqlardan biri balalar. Sehiy kishilar qarshi tarafdan hech nima kutmasdan boshqalarga yordam beradi. Dal bugun sizlarning qilganinglardek bergan vaqtida xushal bo'ladi. Balalarning ko'ngli texmi yorib ketdi. Chunki ular bir narsa berishning mu elishdekla kishini xushal qiladiganligini bugun beshidan o'tkazib bilib olgan edi. Sinf mas'uli bu temani misol orqali texmi yaxshi tushuntirmoqchi bo'ldi. Balalarga bo'yoqlarni elib ustalga berib o'ltirishni aytdi. U o'zimi cho'ng bir qattiq qog'ozni elib balalar, suyumli payg'ambarimiz jannat sehiylarning makonidir degan. Hamda bizmi sizlar bilan birga sehiylar makonimizni quraylikmi? Balalarning hech qaysisi sehiylar makonini qanday quradiganligini bilmaydi. Shundaqdimi bu fikrni yoqtirishdi. Hamda hammamiz sehiy so'zining kimlarga qaratiladiganligini bildik. Hammanglar ko'zinglarni yuminglar. Sizlar tanıydigan eng sehiy kishining kimligini o'ylanglar. Andin o kishining rasmini qonunlardagi qog'ozga sizinglar. Balalar ko'zlarini yumib o'ylashga boshladi va kallasiga kelgan kishilarning rasmlarini sizdi. Sinf mas'uli qaychilarni taqib balalarga sizgan rasmlarini o'yishga buyurdi. Balalar diqqat bilan o'yishga boshladi. Mana bu yer bizning sehiylar makonimiz. Qarab baqaylik. Bu yerda kimlar yashaydi? Sizgan rasminglarni menga beringlar. Andin rasmdagilarning kimligini va nima uchun ularni sehiy kishilar deb o'ylaganinglarni deb beqinglar. O'ngrat eng boshda o'ltirgan Bahram rasmini berib so'z boshladi. Men tanıydigan eng sehiy kishi mahallamizdagi Navoiy tog'a. U o'zi bek boy emas, ammo qandoqli vaqtda ehtiyojli kishilar kelsa, uningga yangi non va bonkalardan beradi. Sinf mas'uli Navoiy tog'ining rasmini sehiylar makonining ichiga chopladi. Men tanıydigan eng sehiy kishi opam. Opam odatda tomoqni jiqroq etib, qo'shnilarga sunadi. Qo'shnilarimizmi buningdan bek xush bo'lib, opamga duo qiladi. Endi sehiylar makonida Hannaning opasining mo rasmi bor bo'ldi. Ular navbat bilan esiga kelgan sehiy kishilarni rasmlari bilan tanishtirdi. Birdamdala tayyorlangan sehiylar makoni bir muncha kishilarning rasmlari bilan to'ldi. Balalar, bu makonda bir narsaning kamligini his qildinglarmi? deb so'radi. Rasmlar chaplangan bu qog'oz nihoyatda chiroyli ko'rinadi. Balalar biror kamchilik his qilmayotdi. Sinf mas'uli, "Undaqda sehiylar makonining sehiy bolalari qayerda?" deb so'radi. Lekin hech kimdan sado chiqmadi. Sinf mas'uli sinfdagilarning o'pchi tushgan rasmini chiqarib, sehiylar makonining o'ttiriga chapladi. Bunga ishonlar bilan sizlar bu makonda bo'lishga loyiq albatta. Balalar o'zlarining rasmlarini ko'rib, "Ajab yaxshi!" deb churqirishib ketdi. Suyunchdan muallimini quchoqlashdi.